Bismillahirrahmanirrahim. Sura İnfitar. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Osmon yerilgan chog'da, yulduzlar to'kilgan chog'da, dengizlar bir-biriga qo'shilgan chog'da, qabrlar osti-usti qilingan, ya'ni o'liklar chiqarilgan chog'da. Har odam ilgari keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ey inson, seni marhamatlik Parvardigoringga osiylik qilishga nima oldi? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. U seni yaratdi. A'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. Ay suratin ma sha'a rakkabak. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. Kalla bal tukazzibuna bid-din. Hargiz unda qilmanglar. Ya'ni Allah'ның keramiga mag'rur bo'lmanglar. Ey Makka kuffarlari, balki sizlar dinni inkor qilasizlar. Inna alaykum lahafizin. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turg'uchi farishtalar bor. Kiraman katibin. Ular Allah'ның dargohida hurmatlik farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turadi. Ya'lamuna ma taf'alun. Ular qilmishinglarni bilib turadi. Innal abrara lafi na'imin. Müminlar shak shubhisiz jannatda bo'ladi. Innal fujjara lafi jahim. Kafirlar shak shubhisiz do'zaxda bo'ladi. Yaslawnaha yawmaddin. Ular qiyomat kuni do'zaxga kirdi. Wa ma hum anha bighaibin. Ular hargiz do'zaxdan ayrilmaydi. Wa ma adraka ma yawmuddin. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. U kunda bir odamning yana bir odamga yordam berishi qo'lidan kelmaydi. Bu kunda hukm Allohga xosdir.